Vatanimizda bo'lgan islohotlar tufayli xususiy travmatologiya ortopediya ixtisoslashgan klinika tashkillashtirishga imkoniyat paydo bo'ldi. Bugungi kunda minglab bemorlarga yordam berishga imkoniyatimiz paydo bo'ldi. Yirik bo'g'imlarni endoprotezlash, tizza bo'g'imini va yelka bo'g'imini artroskopiyasi, umurtqa pog'onasida jarohatlari va kasalliklarda degenerativ proseslarda operatsiyalar qilish imkoniyatlari paydo bo'ldi. Gavhar klinikasida juda ham kuchli mutaxassislar jamoasi yig'ilgan. Shular bilan birgalikda biz minglab bemorlarga sifatli tibbiyot xizmatini ko'rsatishga imkoniyatimiz paydo bo'ldi. Gavhar klinikasida zamonaviy asbob-uskunalar, jihozlar olib kelingan Yevropa va Amerikadan. Shu jihozlar va uskunalar yordamida malakali tibbiyot xizmatini ko'rsatishga imkoniyatimiz paydo bo'ldi. Kelgusida biz rejalarimizdan bu klinikamizni rivojlantirish, kengayish, yangi yo'nalishlarni ochish, yirik mutaxassislarni birga shu xizmatlarni ko'rsatish rejamizda bor. O'z rivojlanishimizda biz to'xtab qolganimiz yo'q. Xorij davlatlarda, yirik klinikalarda o'z bilimimizni oshirib, tajriba almashib, bugungi kunda O'zbekiston tibbiyotini rivojlanishga o'z hissamizni qo'shayotganimizdan xursandmiz. Shu fursatdan foydalanib, Gavhar klinikasi jamoasi nomidan mustaqilligimizni 34 yillik bayrami bilan xalqimizni muborakbod etaman. Gavhar klinikasi travmatologiya va ortopediya yo'nalishi bo'yicha ixtisoslashgan shifoxona bo'lib, bu yerda yuqori malakali shifokor va hamshiralar jamoasi yig'ilgan. Zamonaviy tibbiy asbob-uskunalar bilan ta'minlangan. Shu tufayli yuqori texnologik operatsiyalar bajariladi. Xususan, bo'ksa va tizza bo'g'imlarini endoprotezlash, umurtqa pog'onasi jarohatlari va kasalliklarni davolash, yelka va tizza bo'g'imlarini artroskopiyasi, suyak siniqlarida zamonaviy usullarda osteosintez, oyoq, panja va boldir oshiq bo'g'imlarini jarohatlari va kasalliklarda operatsiyalar bajariladi. Bizning shifokorlarimiz muntazam ravishda o'z bilimlarini oshirib boradilar va tibbiyot sohasidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lib turadilar. Bizning maqsadimiz bemorlarimizni og'riqsiz, sog'lom va faol harakatga qaytarishdir. Manzil Toshkent Fazogorlar ko'chasi 46, Mo'ljal Respublika perinatal markazi. Murojaat uchun raqam 95 kodi bilan 199 77 93.